Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Qadr shulkim u yurtda hazrati inson aziz, hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat, erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz. Birinchi sentabr 1939-yili Polshaning Varshava shahrida nemislar bombardirovka qilib, Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Biz uchun 9-may 45-yil tugadi. To'g'ri borib biz Vitebskga tushdik. Belorussiyaning Vitebsk shahriga tushdik. Vitebskda olib o'sha yerda nemislar bilan yuzma-yuz jang qildik. Nemislar bilan yuzma-yuz jang qilganimizda o'sha yerda xalqi, yoshlari, kattalari, kichiklari ular ham nemislarga nisbatan qo'lidan nima kelgan bo'lsa olib, otib, yo urib o'tirishga harakat qilgan nemislardi, lekin ular so'z bermasdan qo'lida yaraq bo'lganligi uchun, ya'ni otishga miltiq, avtomat bo'lganligi uchun ularga so'z bermasdan o'sha Vitebsk shahridagi aholining ko'pchiligini, yoshlarida, qarilarida ko'pini avtomat bilan otib o'ldirib o'tishib ketdi. Nemis bizni o'qqa tutdi rosa. Tashlab qoldi chuqurga. Tashlamagan o'lib ketdi o'sha yerda, qirilib ketdi. Orada arava, pushka, hamma narsalarimizni pachaqlab tashladi. Tanka bor ekan, yo'q bor ekan, biz ko'rmabmiz qorong'ida. Shunaqa qilib o'sha yerda kechasi bilan hatto yotdik, ozon bo'ldi, ozonda tong otdi. Tong otgandan keyin yana ular ko'rib olib, yana otishga tushdi nemislar. Yotmagan yana o'sha yerda yurib yubordi barimiz. Yo'q, yaxshi, men yotuvdim. Bitta oshnam kelib qoldi, bola. O'rishsagan, noning bormi dedi. Bor dedim. Lekin bizning xalqimiz juda ham mehnatsevar, aqlli, dono xalq. Birinchi akademiya O'zbekistonda paydo bo'lgan, Xorazmda. Bundan 1000 yil oldi. Bu nimani bildiradi? Bizning Avitsenani, Ulug'bekni, Berunini, Al-Farg'onini butun dunyo biladi. Bu nima bildi? Bu nimani bildiryapti? Bu kishi bizning o'zbek xalqi, O'zbekistonda yashovchi hozir millatlar, elatlar juda ham nima desam bo'ladi? Juda ham taraqqiy qilgan, o'z vaqtida butun dunyoga o'z sasini qo'shgan xalq bu.